1950-yillar oddiy ustaxona velosiped spitsalaridan yasalgan g'ayrioddiy qurilma va unga hech kim ishonmagan Elizarov o'z apparatini dastlab velosiped g'ildiragi spitsalaridan yasaganini bilasizmi? Shifokorlar unga ishonmagan, loyihaning o'zi esa oddiy qurilma deb baholangan. Ammo Elizarov o'z apparatini birinchi marta og'ir shikastlangan bemorda qo'llaganida natija shunchalik hayratlanarli chiqqanki, bu usul butun dunyoda tan olina boshladi. Shu tariqa Elizarov ortopediya tarixida mo'jiza yaratuvchi jarroh nomi bilan tanilgan. Shu kashfiyot bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Elizarov apparatini qo'llash va uni yechish jarayonlari Andijonda eng zamonaviy yondashuv bilan bajarilmoqda. Aynan shu jarayonlarda bemorlar uchun maksimal qulaylik yaratish maqsadida regional anesteziya qo'llanmoqda. Bu usul operatsiyani to'liq og'riqsiz qiladi va bemorning o'zini xavfsiz his qilishini ta'minlaydi. Biz asosan mesin anesteziyasi sifatida bupivacain ishlatamiz. Bupivacain yaxshi oqishlantirib, operatsiyadan keyin ham dastlabki 48-72 soat davomida bemorlarimizni og'riq sezmasligini ta'minlaydi. Regional anesteziya og'riqni to'liq bloklaydi. Bemor hushyor bo'ladi va chuqur narkozga ehtiyoj sezilmaydi. Yurak va nafas tizimiga yuklama bermaydi. Tiklanish tez va xavfsiz bo'ladi. Yoshi katta yoki surunkali kasalligi bor bemorlar uchun eng maqbul variant. Bugun Avtosh jamoasi nafaqat jarrohlikda, balki bemor xavfsizligi, og'riqsiz muolajalar va innovatsion yondashuvda ham vodiyning yetakchi markaziga aylangan. Bizning vazifa har bir bemorga professional, og'riqsiz va yuqori texnologik tibbiy xizmat ko'rsatishdir.